Assalomu alaykum hurmatli gruppadoshlar. Assalomu alaykum bizni kuzatib turgan barcha ishtirokchilar. Mana hozirgi bugungi 17-mart kunida Denov tumanimizda Navro'za olam bayrami nishonlanmoqda. Denov tumanida 500 mingga yaqin aholi bor. Albatta ushbu tumanimizda hamma aholisi mana shu bugungi kunda sayilgohlarga chiqib, yangi ochilgan maskan, ya'ni yoshlar maskani deymiz. Bu anjumanlar o'tkazadigan, sayil qiladigan hamda yoshlar biznesiga mo'ljallangan katta majmua. Buni qo'shaloq bayram bo'lyapti, bu ochildi va mana ko'rib turibsizlar odamlarni yuzidagi tabassumni. Ayollarimiz o'yin-kulgilar, mahallalarda tayyorgarlik ko'rgan, bu bayramga juda katta tayyorgarlik ko'rilgan. Mana shularni e'tiborga olib, bugungi kunda barchani Navro'za ayyom bayrami bilan muborakbod etamiz. Mana aziz do'stlar, Denovimizga ko'z tegmasin, ko'rib turibsizlar, qanday odamlarning yuzida tabassum. Bularda xushchaqchaqlik, kayfiyati yaxshi. Mana ko'rib turibsiz. Hamisha bayram bo'lsin, har kuning Navro'z bo'lsin deydi. Albatta mana shu masalalarda biz ijtimoiy tarmoqlarda kontentlar berib boramiz, yoritib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta kayfiyatimiz yaxshi bayramona. Hurmatli aziz do'stlar, mana bugungi kunda albatta bayramni har xil rakurslarda olib boramiz. Bizni ijtimoiy tarmoqda, barcha saytlarda va ijtimoiy tarmoqda gruppalarda kuzatishni davom eting. Ko'p qismlardan iborat video kontentlar tayyorlaymiz. Bayramona kayfiyatni ulashib beramiz.